Bo'ldi qilasizlarmi? Biz shuncha harakat qildik yarashtirishga, lekin hech ham foydasi bo'lmadi. Xullas, Bahodir Aliyev, agar qonuniy ajrashadigan bo'lsangiz, sizning nomingizdagi barcha mol-mulkingiz, uyingiz, mashinangiz va restoraningiz. Nima? Qanaqasiga bularni avtosaloni, magazini bor. Ularni ham ro'yxatga qo'shasiz. Nima? Ayolingiz aytayotgan gaplar rostmi? Ha, rost. Yaxshi. Ularni ham ro'yxatga kiritamiz. Bo'ldimi? O'yinning joyiga tushdimi? Ha, hammasi haqqoniy va adolatli bo'lishi kerak. Haqqoniy degan unda 3 yoshli farzandimizni ham 2ga bo'laylik. Hammasi haqqoniy bo'lardi. Kel ro'zg'orni bo'lishamiz, murosaga kelishamiz, aralaymiz tepa tenga.